Ko'rib turgan kompleksingizni $950 evaziga olgan bo'lamiz. Komplektda nimalar bor deb so'ragan akamizga hozir buni aytib ketamiz. Komplektda motovologi, rotorli kasilkasi va frezalar orqasida dokument yurish tormozlari bilan jihozlangan bo'lar kerak. Xo'p, endi bulardan qisqacha ma'lumot berishni boshlasak, motovologimiz 15 ot kuchli 190 motor moydachilar bilan jihozlangan. Baklari 5 litrli korobkalar kattakon qilib ishlangan. Xohlalarga zavodni orqali, xohlaganlarga kal orqali zavodiz olib beradi. Xo'p, endi rotorli kasilkamizga o'tsak, tishlari ham o'tkir qilib ishlangan, baquvvat. Frezalarimiz 4 qatordan 8 qator bo'ladi. Orqasida tormozlari, skorlari oldiga ikkita skor, orqaga bitta skor bilan jihozlangan. Eng asosiysi akalar, bu endi motovologimiz avtomat korobka. Skorga shunday urdingiz va bo'ldi. Qachonki bu qizil nuqtani bosmaysa joyida to'xtab turaveradi. Qachonki buni bossangiz keyin oldiga yuradi. Bu motovologimizda narxi hammasi komplekt bo'lib $950 deb narx baholar kesalarni undan ham tushib beramiz. Xo'p, endi bu yoqqa o'tsak, bu yoqda har xil turdagi motovologlarimizdan bor. Bizon, Avanga va har xil motovologlarimizdan bor. Bizda hattoki ko'pchilik so'raydi, 5 ot kuchli motovologlarni ko'rsatdi akamizga. Akalar, mana endi sizlar uchun yangi partiyadagi 5 ot kuchli motovologni ko'rsatdik. Bularni hamma ishlata oladi. Ayollar, yosh bolalar ishlatiladi. Buni og'irligi juda ham yengil. Atigi 30 kg chiqadi. Bemalol ko'tara olasiz. Ko'pchilik yana savol beradi, ballonlari nimaga kerak deb. Ballonlar shunchaki yeringizni boshiga yetalab borgan kerak bo'ladi xolos. Xo'p, undan tashqari oldingi partiyalarimizda oddiy o'tiradigan kasilkasi bo'lsa, hozirgi partiyalarimizda endi kuchli qo'yilgan, kuchli оборот qo'yilgan kasilkalardan olib kelganmiz. Oldingi partiyasida mana bunday ocharlar yo'q edi. Siz uni pulga sotib olar edingiz. Endi buni hech ham pulga sotib olmaysiz. Endi bizda yana katta variantdan kelgan yaxshi motoriga alohida moy qo'yasiz va benzin qo'yasiz alohida bakiga. Undan tashqari bizda TH 7 ot kuchli motorimizda plyugi va temir ballonlarni jihozlangan. Bemalol bu bilan 60-70 ga tusha olasiz. Xohlaganlarga shu holatda, xohlaganda upakovka. Ko'pchilik so'raydi, ukajonim, moylarni o'zimiz qo'yamiz yo sizlar o'zlaringiz quyib berasizlarmi deydi. Moylarda akalar kelasizlar, narxini kelishamiz va yog'larni ichida qilib beramiz. Kirib kelaverishingizda eshingiz tagida har xil assortimentlardan qo'yilgan dori sogani, plyuklar, ocharlar, aylanma plyuk, chizer plyuklar yana qo'yilgan akalar. Yana bu tarafga qarasangiz akalar, har xil o'tiradiganlarga kasilkalardan ham bor. Kelishimizda o'ng tarafimizda gusnit aparatlarimizdan bor. Ko'pchilik so'raydi, qora ekin ekkanman, pomidor, qalampir ekkanman, shunga ichida yurib berishga degan ekanmiz. Gusnitsa variantdan yetib keldi. Hattoki bizga endi yumshoq ballonli variantlardan ham yetib keldi. Buni bemalol mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. Ballon nimaga kerak desanglar, ballon yetarab yeringiz boshiga borasiz va undan keyin bitta shplit orqali ballonni chiqarasiz va sizga gusnitsa vazifasini bajarib beradi. Bu yoqqa qarasak, har xil assortimentlar, karcherlar, karcha ko'radiganlar, ocharlar, jatkalar, paxta chopadiganlar bor. Endi bu yerda akalar sizlar uchun yangi partiyada olib 2 sepli gusnitsa aparatlarimiz bor. Xohlaganlar saralishni, xohlaganlar pizzalarni. Ko'pchilik yana bizdan so'raydi, ukajonim, bular nimaga, nimadan ishlangan sizlar? Temirmi, plastmassami yoki alyumin? Akalar, endi bu narsa temir orqali pechat qilib kelingan. Katta hisobda kelgan akalar. Kelsa drabilkalar bor. Kelasiz, motovolog xarid qilib olasiz va barabanimizni aylantirasiz. Barabanni xohlasangiz u yoqqa, xohlasangiz bu yoqqa shuni aylantirasiz. Tushgan soha sizlarga mutlaqo tekinga berib yuboriladi. Endi manzilni aytib o'tgan akalarimizga
Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni. Xo'p, endi bu bonus olish uchun nima qilish kerak o'zi? Motovloyda bonus olish uchun ko'rib turgan videoyozga bitta like tugmasi va kamchilik Omad Qodiriyda do'konimizga kelganlarida shu biz aytgan vazifalarni bajargan bo'lsangiz, narxlarni tushirib beramiz, bonuslarni ham qo'shib beramiz akalar. Ko'pchilik so'raydi, ukajon, men seni videoyingni ko'rdim, lekin narxlar alohida deydi. Lekin akalar, narxlarni bitta narxda aytamiz. Biz hech qachon aldamaymiz. Agroservis do'konlarida suv tekin motobloklar endi ko'pchilik joyda endi bu motobloklar qimmat sotilyapti. Lekin bizda endi bu narsalar arzon sotiladi. Kelasiz, shuni baravar aytasiz, nima shu shurpovoy nabor, kulish naborchalar nima desa sizga tekinga berib yuboriladi. Kelsangiz, dori sechadigan apparat so'ragan akangizga dori sechadigan apparatni ruchnoy varianti, ruchnoy va akkumulyatorli variantida ham olib kelganmiz. Xohlaganlar benzin turidagi yangi upakovka holatda kelgan beriladi. Selkalarimizdan ham bor, yangi partiyasidan yetib keldi. Shunda kelasiz, tanlaysiz, upakovkani ochamiz, nimasi ishlatsa sizga beriladi akalar. Kimga shu narsa qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kelasiz, motoblok xarid qilib olasiz va barabanda aylantirib tushgan soha sizga mutlaqo tekinga berib yuboriladi. Manzilni yana bitta aytib o'tib ketaman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Optinsky'ning birinchi qo'l bazasi agroservis do'koni bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsa, keyingi videoda ko'rishguncha.